Endi men bag'atga ahamiyat bermaysizlar. Men dinozavr davridan qolib ketganman. Demak, zamitkaga yozsanglar ham bo'ladi, qizijonlar hozir hamma narsa, lekin men yozsam mazza qilaman. Shuning uchun qaranglar, demak, men bitta kichkina joyda bu meni prihodlarim, bu esa meni rasxodlarim. Men bu belgilab qo'yganim bu oyma-oy kakishdik ketadigan rasxodlarim. Shu gap deysizmi, fitness deysizmi, o'sha nimalaringiz bo'lsa, shunga ketadiganlarim. Mana buni har oy qilishingiz kerak. Birinchidan boshlab 30-gacha, mana bugun 30-chi, men yakunladim. Endi sarf xarajatlar nima bo'ldi? Kelinglar shundan gaplashamiz. Men qanaqa qilib barakatli yig'im qilaman. Qaranglar, plusim menda $1200 va 21.930.000 bo'pti. Minusim 21.848.000 bo'lgan va $700 ketgan. Qancha katta rasxod bo'lsa, shuncha katta prihod ham bo'ladi. Endi qaranglar. So'mda menda 82.000 plusim bor ekan, dollarda menda $500 nima ekan? Plusim bor ekan. Общий hisobda округляtsiya qilib, men nima qildim? So'mga chaqib oldim. Bizda demak 6 million so'm plusimiz chiqyapti. Bu barakatli yig'imni faqatgina plusda chiqsanglar qilasizlar. Men har oy ham plusda chiqmayman qizlarjonlar. Har oy ham plusda chiqmayman. Minusga kirib ketgan paytlarim ham ko'p bo'ladi. Davom etamiz. Demak, endi mana anaqalarimizga qaraymiz. Bu meni necha yillar davomida qilib kelayotgan texnikam qizlarjonlar. Men shu bilan barakatli yig'imimni zo'r qilib kelaman. Bilasizlar, barakatli yig'imni arendalarga maydalab qanaqa qilishni o'rgatgan bo'lsam, ishoninglar, mana bunda sizni barakatli yig'imingiz mo'shni ko'payadi. Demak, qaranglar, har doim 10% Alloh yo'lida ehson uchun olib qo'yasiz. Minsim bo'lsa ham olib qo'yasiz. Yig'ib kimgadir ham bersangiz bo'ladi. Men endi ko'pincha kurslarimni ehson qilaman. O'sha pullarga hisob-kitob qilib, kurslarimni ehson qilaman. Xo'p, bu endi o'zingizga bog'liq, qizlarjonlar. Ehsonni hech qanaqa anaqasi bo'lmaydi. Ehson mukofoti ehson, lekin o'shani hisobini nima qilishimiz kerak? Ayirib tashlashimiz kerak. 10% ota-onangizga, agar sizni qaynona-qaynotangiz bo'lsa, 5% ularga, 5% bularga qilasiz. Yana bitta narsa, например, siz ota-onangizga bu oy demak 2 millionlik dori olib berdingiz, lekin sizni plusingiz 600.000 chiqyapti. Buni prosta 2 million уже расход qilib bo'lgansiz, qizlar, qaranglar. Расход qilib bo'lgansiz, bu 600.000 ni koshelogingizga olasiz. Demak, ayirasiz. Men bu oy 2 million qildim. Masalan, keyingi oy ham 600.000 mana shunaqa plusda chiqadigan bo'lsangiz inshaalloh, demak, uni bundoq qilib qo'shib qo'yaverasiz. Buni agar hozir bittada tushunib olish juda ham qiyin, chunki bu juda ham katta darslik. Bu 2 minut, 3 minut ichiga sig'adigan darslik emas. Katta darslik. Biznes loyiha kursimga yozilsanglar, qizlarjonlar, batafsil tushuntiraman. 10% bu ilmingizga, bilim olishingiz uchun, kitob olishingiz uchun, o'zingiz uchun 10% ishlatsiz. Xohlasangiz yig'ib biron bir kattaroq narsa oling, yoki bo'lmasa o'sha arendangizga nima qilsangiz qiling. 60% ro'zg'or agar bo'yningizda bo'lsa, ro'zg'oringiz bo'yningizda bo'lmasa, maqsadli yig'im qilib qo'yasiz. Tushunarli? Demak, 60% necha pul bo'ladi? 60% bizada qaranglar, mana 6 milliondan 2 million 400 mana manba ketdi, 40%. Demak, bizada 3 million 600.000 qolyapti. 60% bizada 3 million 600. 3 million 600 sizni sof daromadingiz bo'lyapti bu oygisi. Mani sof daromadim bo'lyapti. Tushunarli? Yana takror etaman, kommentda yana boshlamanglar. Uyda o'tiradigan qizlar uchun emas bu. Haqiqatdan ham qo'lda pul aylanadigan biznes ledilarni barakatli yig'imi. Ko'pincha biz ayollar pulni qayerga ishlatib yorganimizni bilmaymiz. Mana mashinanglar bo'lmasa ekan, qizlarjonlar, hech qachon qayerga pulingiz ketayotganini bilmaysizlar va albatta sizlarda barakat yig'imi bo'lmaydi.